Kerakli masalliqlar: 1 kg tovuq go'shti, 150 ml sut va ziravorlar, universalniy, tuz, xaus salyami, murch, doktorskiy kombi. Ishimizni muzdek tovuq go'shtini misarovka qilishdan boshlaymiz. Kolbasa va sosiskalarim o'xshab chiqsin desangiz, barcha solinadigan mahsulotlaringiz muzdek bo'lishi shart. Endi tovuq go'shtiga muzdek sut va ziravorlarni solib, qo'limiz bilan bir xil massa bo'lguncha qo'shib olamiz va chopper yordamida yana massamizni bir xil tekstura holatiga keltirib olamiz. Bizga kerak bo'ladigan ish qurollarimiz: sosiska palochkasi, shprits, qaychi va ip. O'zingizga kerakli miqdorda obalochka kesib, bir uchini qattiq bog'laysiz va shprits ichiga go'shtimizni qoshiq yordamida solib, videoda ko'rib turganingizdek joylashtirasiz. Shpritsdagi qiymani obalochka ichiga yuboramiz. E'tibor bering, shunaqa havo kirib qolganda havoni igna yordamida chiqarib yuboring. Qiymani obalochkaga joylab bo'lgandan keyin yana kirib qolgan havolarni chiqarib, sosiskani qismlarga bo'lib, o'rtasini ip bilan qattiq bog'lab chiqamiz. Videoda ko'rsatilganidek. Endi sosiskani pishirish jarayoniga keldik. Ya'ni ularni termoobработкаdan o'tkazib olamiz. Ko'rib turganingizdek, suv nomiga qaynab turibdi. Shu holatda sosiskalarni suvga solib, 5 daqiqaga idish qopqog'ini yopib qo'yamiz. 5 daqiqa turgach, boshqa idishga muzdek suvga 10 daqiqaga qoldiramiz. Qarabsizki, sosiskalarimiz tayyor. Iloji boricha sosiskalar ichidagi havosini chiqarib yuboringlar. Shunda sosiskalaringiz ideal bo'lib chiqadi. Keyingi video qaysi kolbasa retsept bo'lishini xohlaysiz? Kommentda fikrlaringizni yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.